Endi Rossiyadamiz, Koreyadamiz, dunyoda xohlagan chekkasidamisiz, farqi yo'q akalar. Uyingizga kim kelib ketayotganini bemalol akalar telefoningiz orqali nazorat qilsangiz bo'ladi. Ya'ni Wi-Fi ga ulangan holatda o'zingiz xohlasangiz kirgizasiz, xohlamasangiz kirgizmaydigandan bo'ladi. Ko'rib turganlaringizni sizga ko'rsatyapti. Qizilni bossangiz o'chadi, yashilni bosadigan bo'lsangiz eshikni ochib beradi, uyga kirishga ruxsat bo'ladi akalar. Bundan tashqari akalar, mana bitta bosib turadigan bo'lsak, ochiladi akalar. Ochilishga ruxsat beriladi. Face ID orqali ham kelsa taniydi uyni egasini. Bundan tashqari bunaqangi parol orqali ham, NFC karta orqali ham ochsalar bo'ladi. Barmoq izini tanigan holatda ham bemalol ochib berish imkoniyatiga ega bo'ladi akalar. Ko'rib turibsizlar, domlarga, ishxonalarga, xonadonlarga, darvoza, mehmonxonalarga hammasiga umumiy holatda 20 dan ortiq smart qulflar bor akalar. O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib, ishlatib garantiyalarni berishadi. Rossiyada bo'lsangiz ham, Koreyada, Amerikada bo'lsangiz ham uyingizdan xavotirlanmasdan o'zingiz kim kirib chiqayotganini bemalol nazorat qilsangiz bo'ladi.